Assalomu alaykum. Boshlandi. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana sarkapyatkadan keyin yana shu yerda zapravkada yotdik. Tushirishga keldik mana. Оформить qildim. Уже oradan 3 minut o'tmadim, mana уже chaqiryapti. Kelgan deb tushirishga. Boraylik qani. Mana bordik. Hujjatlarni qaytarib berdi axirana. 20 deyapti, 20 ekan. Ketdik kiramiz endi. Tushirishni boshladik. Mana tushirib chiqamiz. Mana yerda moykasi bor ekan. Pullikmikan? Bitta moyka qilib olsang, bizlarga emas, kompaniyaning o'ziga ekan. Короче, ana mokriy sneg, qor yog'di. Juda ham ko'p avariya bo'ldi. Juda ham ko'p. Fransiyada politsiyalar asta yuribdi. Hamma sekinlashib qoldi. Shunda ham lekin bir yosh bola bilan ayol kishi avariya bo'lgan ekan, yo'lda chekkasida mashinadan mashinadan tushib turgan ekan, yosh bolasidan to'xtab zontigim bor, zontikni berdim. Chunki mashinadan qo'rqyapti, pachaq bo'lgan mashinasi, lekin hammasi joyida, kristoda bo'lgan. Cho'tka emas. Tushib zontigimni berdim, mana qorlar qarang. Aprel oyida ketdik. Mana ortib oldik. Bittadan bog'layamiz, uzoqqa bormaymiz. 500 kilometr. Belgiyaga. Hozir orqa qismi qoldi. Tak, orqa qismida oxirgisini 2 ta qildik, qolganiga bittadan. Soatim 11 bo'lib ketdi. Kechasi. Mana Fransiyadan chiqamiz hozir granitsaga. To'xtab stranani almashtiramiz. Lyuksemburgdan o'tdik hozir. Stranani almashtiraylik, keyin ketamiz. Raskalon, Belgiyaga xush kelibsiz. Brusselga xush kelibsiz. Boshlandi Brusselda probkalari. Yeydi endi bu, yeydi. Mana shu Brusseldan chiqib ketganmiz. Antwerpenga borishimiz kerak. Antwerpen. Tedan keyin yo'q. Antida boramiz. Antwerpen. Ya Antwerpen ham вообще dabdala probka. Antwerpenga keldik, soat 3 gacha ishlar ekan. Hozir kollega bilan chiqib bozorlik qilgan aylandik. Lukoylga kirib ketdi, biz zajigalka olish kerak edi. Lukoyl ruscha gapiryapti. Ishchilari ham молодец. Belgiyada. Mana tushirishni boshladi. Remenlarni urib, keyin taxlab chiqishimiz kerak. Niderlandiyaga xush kelibsiz. Niderlandiyadan ko'ra ortib ketamiz yana Fransiyaga. Используйте первый выезд. Mana Niderlandiyada o'rtadigan joyga qarab kiramiz. Bir joylardan kirish kerak ekan. Bu yerda peshxoddan keyin ham ana velosiped doroshkasida velosipedchilar yomon uchar ekan. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Bosyapti uni. Momoni mana bu yigit avgon qildi. Ikkita balasi unda ham, strechni bor.
velosipedni doroshka deyapti. 4-1 degan. Balandlik o'tib ketamiz. Qanaqadir metall konstruksiyadan ortishimiz kerakda. Kimdir Через 200 musor метров tashladi. на кольцевой развязке. Используйте третий выезд. Hamma joyga tashlab ketavergan plus. Используйте третий выезд. Shaqirib ketishimiz kerak. Крылодagi buni повторитель bor-ku, поворотni Через yana 200 qo'shimchasi. метров на кольцевой развязке. Используйте второй выезд. O'sha lampochkasi kuydi. O'shaning uchun mana u ошибка beryapti. Tez harakat qilyapti. Uylarni qarang. Majnun tolni qarang. Tak. Velosiped tushib kelmayapti. Используйте второй выезд. Velosiped meni ham avgon qilyapti. Shusi. Ketdik, qo'yamizmi? Bosdik. Через 200 метров поверните налево. Так. Şuradan налево. Поверните налево. Так, o'ng qo'lda uzoqda, chap qo'lda hech kim yo'q. Ketdik. Плавно поверните направо и продолжайте езду по трассе 180, потом поверните налево. Так, tatami nima bu? Zavod bunaqadir. Biz mana shu yoqqa borishimiz kerak edi. Qaraylik. Tak, bizga mana bu zavodga ekan hozir. Orqaga qaytamiz. Если возможно, поверните на 180 градусов. Aldama. Потом сразу плавно поверните направо. Seni deb Перекресток ketib за qoldim 10 nariyoqqa. метров впереди. Buni knopkani bosamiz. Avtomatik ochiladi deganmi? Ortishni boshladi. Krishani ochdik. Tak, oldida pustoy himoyasi uchun mana shunaqa konstruksiya qildirdi. Bunisini почти plotni qo'ydim. Ikkalasini ham plotni qo'ysak bo'ladi, 14 tonna olib ketdi ishiga. Shuning uchun bittasini orqaroq qo'ydik. Mana shunday remont tanlab tashlab tortamiz. Niderlandiyadan Belgiyaga o'tdik, Bryussel, Antwerpen hamma probkani kun uzoqda nima qilib yig'ib chiqib, hozir Belgiyadan chiqib mana Fransiyaga kirdik. Yana 654 kilometr qoldi. Fransiya jonda endi mana shunday qilib
Aralaymiz qishloqlarni. Через 400 метров на кольцевой развязке используйте первый выезд. И продолжайте езду по трассе Н2. Merci. Ha, svetofori bor ekan. Uzoqdan to'xtab qoldi. Jandarmeriya. Nima bo'ldi? Hozir O'zbekiston bilan Haliyam Fransiyadamiz. Parijda probkalardan o'tdik ertalab. Keyin mana fermerda dachasi ekan mana yeri. Lalmi yerlarda bular. Yomg'ir bilan qarang, sug'oriladi. Mana fransuz fermerlari sigirlari mazza qilib o'tlaverdi. Fermerlarning qishloqlari вообще zo'rda bu. Hamma joy cho'tka qilib jandarmeriya. Cho'tka qilib tozalab, yaltillatib qo'yadi. Puli bor. Ishchilari ham shu yerda, fermerlarning o'zlari ham shu yerda. Mana shunaqa. Tak, birinchi zavodga bordik, u qaytardi, glavni zavodga borasanda shaharning bu chetida ekan. Hozir keldik. Taroziga kirar ekanmiz birinchi. Ketdik. Taroziga kirdik. To'xtadik, ochadi. Mana krishkani ochdik, remenlarni yechdik, tushiryapti. Paxta darasidan boshladik. Bilaman. Yukni tushirdik o'rta degan joyga, endi marshrut shunaqa. 100 kilometrcha qoldi. Fermerlarda qishlog'iga dalasiga kirib ketdim bu. Endi o'sha dalasidan chiqib hozir qishlog'iga arilyapmiz. Yuk o'rtadigan joy, napitkalar o'rtadigan joyga. Mana senga qisqa yo'l. Так. Наверное. Поверните направо, затем поверните налево. Поверните направо, потом сразу поверните налево. Шерманджику, Шерманджи.
Продолжайте ехать по дороге 7 километров. Sijik meni qayerga tiqib tashlading? Tak, bora bilan sig'ishmaymiz, uni qo'yib yuboramiz. Ketdik. Bizga qizil ekanda uni qo'yib yuborishda hech kim yo'qdir-da, ketdik. Oh, kavuşka. Merci. Mana akalar o'sha gruzni ortib, Fransiyada bir 9 kilometr yetmay to'xtab, shu yerda damda olyapmiz. Shu bilan biz safarimiz bu kadensiyamiz qaridi akalar. Zamena bugun keladi, bugun subota kuni yo'lda. Fransiyadamiz, uzoqda endi. Anondan Litvadan chiqib kelguncha. Hamma kim bilan bo'lgan bo'lsa, mana shu oraliqda hammaga rahmat. Yaratgan egamga ham ming qatla shukr, mana shu 40 tonnalik temirni ichida meni saqlab o'z panohida asraganligi uchun bu mashina bilan xayrlashamiz. Shu bilan uyga bir oy отпускаga, bir oydan keyin yana qaytib Yevropaga ishga kelamiz nasib inshaalloh. Hammaga sog'lik, omonlik, akalar. Alloh qo'monatchilar. Ehtiyot bo'linglar. Biz ana shunday o'tiribmiz, kutyapmiz qachon kelishini endi. Господа, командир корабля сообщил, мы готовы к взлету. Убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинка кресла в вертикальном положении. Мы готовы к посадке. Убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинка кресла в вертикальном положении, столик закрыт. Thank you very much. Thank you. Welcome to Uzbekistan. Thank you very much. Mana shunday qilib tashlab qo'yam. Volontyor akamiz bor. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana o'rna vatandamiz Toshkentda birinchi bo'ladigan milliy taomlar. Keyin boshqa ishlar. Toshkentda qiladigan ishimiz yo'q, onlayn topshirib qo'ydik qiladigan ishlarga. 10-15 kundan keyin tayyorlaymiz. Ya'ni 10 kun ish kuni degan bu degani 7 kundan 2 hafta degani 2 hafta nasib ko'ramiz, Sankt-Peterburgga uchamiz shekilli. O'sha yerda aylanib kelib, keyin bu yerdan hujjatlar olib, tayyorini otpuskani uyda o'tkazib, keyin Litvaga uchamiz. Qaranglar. 15 euro ekan. Rublanlar ekan. До Бишкека. Просим вас срочно подойти к сотрудникам службы досмотра. Keyin mana bunaqalar bor ekan, qaranglar. Андрей, вылетающий рейсом до Бишкека. Просим вас срочно подойти к сотрудникам службы досмотра. Короче, aeroportdamiz. Bu endigi uchadiganimiz Toshkentdan Sankt-Peterburgga bo'ladi. Bizni joyimiz. Ha. 18:40 da. Bu 12'de. Короче, o'sha bani 12ga ketdik, o'sha yerdan uchib ketamiz. Toshkentda ham rosa aylandik, endi o'zimiz birlikda shaxsiy ishlar va ishlar qildik, video ko'p qila olmadim. Lekin bozor-mozorlar aylandim rosa. Endi ketamiz nasib. Sankt-Peterburgga. Welcome to Sankt-Peterburg. Добро пожаловать в Sankt-Peterburg. Kep tushdik. Hozir endi ko'chaga, mashinga